500 euroying bor, 500 euroying. Odamlar. Çekişadi, har doim sigaret çekişadi, har doim. İshlat pulingni. Nima qilasan? Ishlat. To'playsan, har doim to'playsan. Kalling bormi? Qara. Kiyim olging kelyaptimi? Maza qilib o'zingni haligi xonlardek his qilging kelyapti, to'g'rimi haligi? Har doim qayerga chiqsang, chiroyli kiyim, haligi yubqa, haligi paxtada, haligi taningga ham yoqadi, o'zingga ham yoqadi, kayfiyating yaxshi bo'ladi. O'zingni yaxshi his qilasan, ash hissiyot afzal turadimi? Uni keyin bir marta emas, uni butun yil kiysang bo'ladi. Bir marta emas, butun yil 20, 30, 40 yevro ishlatasan. O'zing uchun, kiyiming, o'zing chiroyli yurishing uchun, o'zingni yaxshi his qilishing uchun, boshqa narsalarni o'zgartiradi. Yaxshi hissiyat senga energiya beradi. Pulni ishlatish kerak. Mana sigaretlar chekmaysan, to'g'rimi? Sigaret chekmaysan, noslar chekmaysan, narkotik ishlatmaysan, dorilar ichmaysan. Ovqatlanishingga ishlat. Chiroyli yaxshi kiyinib yurishingga ishlat. Aktivitelarga masalan borib kel, kamonda o'qib, kinoteatrga bor. Rohatlantir o'zingni, ruhlantir. Suzishga bor, cho'mil, pul 2, 4, 5 yevro. Ko'p pul ketmaydi. Yoqqan ovqatingni ol, qanaqa ekonom qilyapsan masalan ovqatlarga. U o'zing taning uchun, taning uchun. Senga keraveradi tana, butun yil, umr. Chachingni oldir yaxshi salonlarda, o'zingga qarab yur. Kremlar surt, bilingmi? Majbur masanu, lekin shu ishlatish kerak, investitsiyaga kiradi bu. O'zing uchun, taning uchun kerakli shimot narsalarni ol, lekin ishlatish kerak ularni. Haligi men biror narsa olmagunimcha buni qilmayman, uni olmagunimcha buni qilmayman deb yurish kerak emas u. Nima bo'lsa ashuna ishlat, keyinchalik sekin-sekin masalan bir hafta shug'ullanding, to'xtatmading, o'zing bitta narsa ol. Hajabashni nagrada qil. Biror narsaga mana zaslujivать qil, haligi loyiq bo'lish. Liydi miyangga singdir. Shu pul ekonom qilmaylar. Ekonom qilmash kerak ekan. Men tushundim hozir. Pulni ishlatishda yo'li shu ekan. Mana. Biror narsa masalan, men 5 kilometr yugurmoqchiman. Bir haftada 20 kilometr qilaman har doim. 4 kun haftada 4 kun yozib olaman. 20 kilometr qilaman deysan. 5 kilometrdan yugurasan. Har 2 kundanmi? Har 2 kunda bir yugurib 5 kilometr yugurasan 4 marta. Yoki har kuni. Bir kun, 2 kun dammi orasiga tashab qo'yasan. Yugurganingdan keyin aytasan. Men agar shu hafta 20 kilometr yugursam, o'zimga mono salonga borib, o'zimga yoqqan 35 yevrogacha yoki 50 yevrogacha любой bitta o'zimga yoqqan kiyim olaman. Keyin borib olasan shu kun. Qaytib kelmaysan, olasan, kiyinib maza qilib yurasan. Kiyinib yurasan, o'zingga nagrada bu. Nagrading qancha katta bo'lsa, shunchalik qiyin keladi. Keyin menga tushunadi, ha biz bu anaqa qilganimizga, anaqa nima deydi, kiyim menga sovg'a qilyapti bu deb turib, yana boshqa narsa qilgisi keladi tani. Chunki nagrada yaxshi. Sovg'a bor, sovg'a. Sovg'a bor, motivatsiya bo'ladi keyin safar o'zingga o'zing. Ashnaqa bo'lib, ichki ruhing o'zini motivatsiya qilishni boshlaydi. Tushunasizlarmi? Shuning uchun kambag'allar ularda unaqa o'y bo'lmaydi. Ko'pincha ekonom qilish bo'ladi, bu nimaga kerak? Undan ko'ra ekonom qilaman. Qara. Ular 5 yil ekonom qildi. 5 yil. Pulini ishlatmadi hech narsaga. Bitta levelda qolishadi agar ishlatmasa, bitta natijada. Bu yerda sen 5 yil nakopit qildim, to'pladi, 20 ming yevro to'pladi 5 yilda. 5 ming yevrodan kuniga deylik. 4 yilda mana 20 ming, 25 ming to'pladi deylik. Men ishlatyapman, pulni kiyimlarga olyapman, nagrajeniya qilyapman, kurslar sotib olyapman.
sarguzashtlar qilyapman. Odamlar bilan gaplashyapman. Har xil kafelarga, restoranlarga kirdim. Hissiyotlar, o'zimni haligi millionerlarning hayotida o'zi yashayapman. O'zimni rivojlantiryapman, investitsiya kirityapman, o'rganyapman. Ashnaqa modda yashasanglar, odam harakatchan bo'ladi, energichniy bo'ladi. Bunaqa hodisalar miya o'zgarishni boshlaydi. Narginda bitta joyda qolib, bitta joyda adaptatsiya bo'lib qoladi. Yangi narsalar ko'rmaydi, motivatsiya olmaydi, ruhlanish olmaydi. Haligi qiziqishlarni haligi o'ziga miyasidan o'tkazmaydi. Shuning uchun bu keyingi ikkinchi odam 5 yilda hech narsa topmaydi, lekin 6-yil mana bundan to'plagan 5 yilda 1 yilda qoplab qo'yadi. Ikkinchida 2 barobar, 10 barobar ko'payib ketadi. Shuning uchun pulni ishlatishni o'rganish kerak. Boshqarishni o'rganish kerak. Kitob o'qish kerak. Hammaga omad. Bu meni birinchi gapirim shu bo'lmadi.